Universal Cinema. Бизнесмен проекты. Siz kutgan biznesmen proyektining bugungi qahramoni Qoraqalpog'istonda birinchi ret qurilgan 5 yulduzli mehmonxona Ramada mehmonxonasining egasi Ikrom ağa. Ikrom ağa menen bugungi biznes bilimlarini birgalikda bo'lsamiz. Mening o'zimda albaroq turibman, sababi bunday ulkan biznes egasi bilan suhbatlashuv ulkan javobgarlikni talab etadi. Keling, ko'ramiz, tanishamiz ham mehmonxona tarafi bo'yicha biznes bilimlarini birgalikda o'rganamiz. Ketdik. Hammaga salom, biznesmen proyektining bugungi qahramoni Qoraqalpog'istonda 5 yulduzli mehmonxona egasi Ikrom ağa Yo'ldashev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Жаңадан qurilib, жаңадан xizmat etib boshlagan mehmonxonangizning qurilishi menen bu imorat bilan qutlaqaymiz, o'ng bo'lsin. Rahmat. Xalqimizga yaxshi boylik olib keladigan, ekonomikasini rivojlantirishga ulkan ulush qo'shadigan arnovli, kuchli mehmonxona bo'lishini tilaymiz. Rahmat. Ikrom ağa bizga o'sha tarafda yoshlar, zamondoshlarimiz biznes boshlash uchun qanday talablarga javob beru kerak? Usunullaringiz bormi? Biznes bilimlaringiz bilan bo'lsa olasizmi? Endi hozirgi kunda juda katta imkoniyatlar bor. Agar yoshlar qiziqib ishlayman desa, masalan, mehmonxona yo'nalishida bo'lsam, qurilish yo'nalishida bo'lsam, ishlab chiqarish bo'lsam, qanday biznes qilaman desa imkoniyatlar juda katta. Faqat bunga shu yoshlarimiz qiziqib, tajribasini orttirib ish boshlasa yutqazmaydi. Sababi hozirgi kunda endi men agar shunday davrlarda bizlarning yoshlik paytimiz o'tgan, bunday davr bo'lmagan bizlarda. Bugungi davr oltinga qiyoslab bo'ladi. Sababi hurmatli prezidentimiz hamma sharoit qilib berib qo'yibdi. Kredit kerakmi, to'g'ridan to'g'ri yer kerakmi yoki yordam kerakmi, hammasi berilyapti. Faqat ishlash kerak. Xususida siz mamlakatdan qanday imkoniyatlardan foydalanasiz? Men bu yerda aniq aytadigan bo'lsam, yer to'g'ridan to'g'ri berildi. Bez auksionsiz berildi. Birinchi prezidentimizning bu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab, umuman aytganda Qoraqalpog'istonga degan prezidentimizning mehri, ko'z qarashi juda boshqa. Bizning boshqa viloyatlarda bizlarnikiday nima yo'q? Imkoniyat yo'q. Imkoniyatlarimiz yo'q. Soliq bo'yicha ham yer ajratish bo'yicha Soliq bo'yicha, yer bo'yicha, kreditlarning protsentli stavkalari bo'yicha 14% dan bizlarda kredit berilyapti hozirda. Mana shu imkoniyatni boshlash uchun 14% kredit olganman. Qancha olgansiz? 20 milliard oldim. Oho! 20 milliard. Mana davlatimiz rahbarining bizlarga qilib bergan sharoiti orqasida mana shu imorat ko'tarildi. Agar mana bugun Allohga beqasam bu imorat bitdi, prezidentimiz bundan ham ko'proq sharoit qilsa tadbirkorlarga, umuman beshikda bola ham tadbirkor bo'lib chiqadi. Sababi tadbirkor bo'ldi degan yil rivojlanishi, ish o'rni yaratilishi, xazinamizga pul tushadi, mablag' tushadi. Xalq shumis bilan ta'minlanadi. Albatta. Bu yerda, albatta. Bu tarafga qalay kirib keldingiz? Bu tarafga biznesda nega shuni tanladingiz? Prezidentimiz saylangandan keyin bir yaxshi gapni aytdi-da. Kunda-kun tadbirkor bo'lib, ikkita odamni ishlasa, egnimda ko'taraman degan gapni aytdi. Men shuni ertasiga birinchi mehmonxonani boshladim Qoraqalpoq palasida. Shu ertalab shu borib, o'zim o'tirib proyekt qildik, oilaviy proyekt qildikda shu bir kun ichida usta tashladim yerga mana. U yerda 1,5 oy, 2 oy vaqt ketdi. O tayyorlanishdan rekonstruksiya qilib ishladik. Uni bitkazib, ishlar yurishib, yaxshi bo'lib ketgandan keyin bitta hostel qurdim. Chiroyli qilib, современный. Uni ham bitkazdik. Undan keyin ham bir to'g'risini aytsam, bu mehmonxonaning boshlanishi ham hurmatli prezidentimizning Qoraqalpog'istonda 5 yulduzli mehmonxona bo'lishi kerak degan topshiriqlar bo'lgandan keyin yig'ilishda Abduhakimov shu paytda bizlar turizmning kattasi edi, Aziz aka. Shu aytdi, qana kim quradi deb. Zalda keyin to'g'risini aytsam, hech kim qo'l ko'tarmagandan keyin menga aytdi, Ikrom aka qurmaysizmi siz? Quraman dedim. Shu bilan bu mehmonxona ishlari boshlanib ketdi. Shirik bor ekan, batirlik bor ekan. Bu ham ulkan risk. 2 yil почти endi nima deydi, odam bari qo'rqish bo'ladi-da. Uxlay olmaysan, o'ylanasan, bu qanday bo'lar ekan, bu qanday bo'lar ekan. Umuman to'g'risini aytsam, bitgandan keyin hamma charchaq chiqib ketar ekan.
Mana bu lobby bor. Mehmonlar kelgandan keyin shu yerda kofe ichib, dam olib o'tirishi mumkin, hardigan chiqarib. Bu yerda ham shu brendning talabida bor bu narsalar. Endi brend degan ochiqni aytadigan bo'lsam, buni talab juda katta. Shu talabin Başta 6-7 ay yurdik, 7 ay deganda brend talablarini bitkazib bo'ldik. Shundan keyin borib bizlarni brend qabul qildi. Mana shu ham shu ichida bor, brend talabi ichida. Kelgan mehmon o'tirib bir etapni aytib berdi. O har bir narsa 7 marta ular keldi. Rengini eshigim, uning ko'lamini eshigim. Mana shu xona ham dizayn qilinadi. Dizayn qilingandan keyin ular ko'rib beradi. Bo'ladi ya bo'lmaydi deb. Bir necha marta dizayn qilindi, mana stol, даже mana kapilgacha. Qaytarilgan vaqtlar bo'ldimi? Voy, talabga javob bermaydi degan. Necha martalab bo'ldi. Demak, biznesda ortga qaytuvlar bo'ladi. Qaytariluvlar. Bo'ladi. Sababi bo'lmasa omedsizliklar. Talabi bor-da har narsaning. Shu talabga ular butun dunyo bo'yicha 8,5 ming mehmonxonasi bor bu brendimizda. Shuning uchun bular etap o'tgan. Qayerda nima turish kerak, qanday bo'lish kerak biladi-da. Shuning uchun bularni aytganini bajarmasak, bizga aytdi, siz bilan biz ishlash olmaymiz dedi. Shuni bajarishda ham ancha muammolar bo'ldi, lekin biz nima dedi, mehnatning orqasida yengib o'tdik. Bari mehnat, ochig'ini aytsam. Endi biznes boshlayajaqlar. Bu tarovda eng birinchi neni o'rganish kerak? Mehmonxona, turizm. Mehmonxonani agar endi mana mehmonxonamiz bu nima? Restoranimiz kelgan ertalab zavtrak shu yerda bo'ladi. Agar xolasa bizga buyurtma bersa, obed ujinni ham tayyorlab beradi. Professional povurlarimiz bor. Bu biznesga kirib kelmoqchi bo'lsa, birinchi mustahkam qilib o'rganish kerak. Agar noldan bo'ladigan bo'lsa, stajировка o'tish kerak. Mehmonxona nima o'zi bu? Nimadan iborat bo'ladi? Qanday ishlash kerak? Shunda u yutqizmaydi. Hozir kelib o'zicha bir ishni boshlab ketadigan bo'lsa qiyin. Umuman любой tadbirkor baribir o'rganib ish boshlash kerak. Pul tikilgandan keyin u pulni qaytishini ham o'ylash kerak-da. U hamma deb boshlab ketadigan narsa emas. Bu juda analiz qilib undan ish boshlasa yutqizmaydi. Bizlarda ko'pda misol uchun siz aytib o'tirgan jo'xori kreditlar, imkoniyatlar berilib o'tiribdi. Barib oladi, biznesga tegadi. Biroq jumoq yo'q. Endi jumoq yo'q. Uning ham sababi bor. Uning javobgarligi yo'q. Bu tajribasi yo'q, ishlab bilmaydi. Shundan keyin bu jumoq bo'lmay qoladi. Agar tajribasi bo'lib, ilmi bo'lib, bilimi bo'lib, shunga o'zi ishni tushunadigan bo'lsa yutqizmaydi. Albatta daromad oladi. Shundan boshlab kerak, Soyma. Mehmonxonaning shaxsi biznesmen bo'ladi. Ey yashang. Birinchi resepsiyonda 5-6 oy ishlash kerak. Mehmonxonada hamma narsani o'rganib bo'lib, o'zincha bir bundan ham katta emas. Birinchi hostel ochish kerak. Hostelda ochib, xalasi uyda ochsa-da bo'ladi uni. O'zini jasab turgan. O'zini jasab turgan uyda ochsa-da bo'ladi. Shuni qilib, o'zi biznesda yo'l ochiladi-da unga qarab. Undan keyin kattaroq mehmonxona qursadi. Unda ham juda katta emas. Mana u kelib turgan daromadga yarasha ish olib borish kerak-da. Kattaga yopishsa, unda yana qiynalib qoladi. Payetapni kelinadi, sekin. O'zining o'sishine qarab o'sib qoladi. Bu ham endi juda ilm bilan, bilim bilan yondashmasa qiyin bo'ladi bu. Biznes bo'yicha o'qib turasizmi, Ikrom og'a? Endi men biznes bo'yicha juda qattiq o'qiyman. Sababi kundalik hozir kunda obnovlangan yangilik bo'lyapti-da, kunda yangilik bor. Bularda har kuni bo'ladi. Minus sayin. Bu birovga borib o'qish shart emas. O'zi internetda o'zida hamma programma bor. Shu yerga kirib, keraklisini tortib olib o'qiysan, shu yetadi o'zi. Bugun jahonda nima bo'lyapti? Masalan, turizm sistemasi bo'yicha. Turistlar olib kelish qanday bo'lyapti? Yoki bo'lmasa turistlarni u yoqqa yuborish qanday bo'lyapti? Mehmonni kelish qanday bo'lyapti? Men o'zim sohamda o'rganaman. Любой soha kerak bo'lsa, internetda hozir bor. Necha yildan beri usta rodasiz? 18-yil boshladim. 18-yil boshlab, shu 18-yildan boshlab mana birinchi Qoraqalpoq Palas, undan keyin Karavan Hotel, undan keyin Ramada, undan tashqari bitta apartament ham qildik. Отдельный 2 etaj qurdik uni ham. Hammasi ishni keynidan qolmasdan mehnat qilasiz, lekin tashab qo'yadigan ish emas bu. Tashab qo'ysangiz qiyin bo'ladi. Bizlarda o'yladi, biznes boshlasak, aqsha o'zini o'zi kelib turadi. Ya. Unday bu qiyin. Shuning uchun har kungi birinchidan ertalabda odamlarning kelishini ko'rish kerak. Kun qanday kelyapti? Ishini kontrol qilish kerak. Keyin mehmondan hech qanday e'tiroz yo'qmi? Xafachilik yo'qmi? Albatta u. Bir kelgan odam ikkinchigacha yana qaytib kelaver kerak. Albatta. Ana shuning uchun biz hammasini o'qitganmiz bu xodim xodimlarimizni-da.
Shuni tushuntirib, yana har haftada trening qilamiz o'zimiz. Kimning kamchilik bo'lsa aytamiz. Sening kamchilik bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Lekin sana birinchi marta kechirim beriladi, ikkinchi marta ogohlantirib, uchinchi marta bo'shatib yuboramiz ishdan. U bo'lmaydi o'sha, bo'lmaydi odam. Lekin shans beriladi, shansda o'zini saqlab qolsa, saqlab qoldi. Ikrom og'a, sizga o'sha mehmonxonaning qurilisi qiyin bo'ldimi? Yoki o'sha yerda жұмыс ishlaydigan yoshlarni jamlashtiruv qiyin bo'ldimi? Qaysi ko'proq qiyin bo'ldi? Menga qurilish uncha qiyin bo'lmadi. Shu brendga kirishim qiyin bo'ldi. Brendning talabi nima deydi? Endi u международный talabga javob bermasang, u kira olmaysan. U kirmasang, bu mehmonxona qurgandan qurmagan ma'qulda. Mana shu narsalar sal qiynadi meni. Lekin baribir nima edi? Mehmon talabga javob berish uchun siz bo'shdingiz, u anag'urum jo'xara. Endi balkim uni men aytishim qiyin, buni tashqaridan qaraganda biladi. Uni men o'sdim deb ayta olmayman lekin. Tajribangiz o'sdi. Tajriba lekin o'sdi. Sababi hozir mabodo quradigan bo'lsa, men brendni kerak yo'q. Men o'sha brendning talabini bilaman. Biz brend çok yig'ib tayyorlayapman. Может, обновление bo'lishi mumkin, yangiliklar bo'lishi mumkin keyingi. Ularni internetdan tartib olaman-da, sirazi qurishim mumkin. Endi qiynalmasam kerak deb o'ylayman yana. Endi yana bir ulkan mehmonxona qurilishini sizdan kutamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Qaysi mamlakatlarda sayohatda bo'lgansiz? Men 45 davlatda bo'ldim. Oho, 45. Eng rivojlangan davlatlarni ko'rdim. Birinchi. Shu Amerikadan boshlab Yevropa, Xitoy, Koreya, Singapur, Malayziya hammasini ko'rdim. Lekin men borgan joyimda ish o'rganishga bordim. Nimadir olib qaytdim o'zimga. Nimadir ilm olib qaytdim, nimadir bilim olib qaytdim. Juda tushunmagan joyimda rasmga tushib olib qaytdim. Video qilib olib qaytdim. Mana shu proyektdan qilganda biz kenayingiz bilan o'tirib birga tayyorladik. Sababi u yoqdan olingan proyektlarga taqqaslab proyektni o'sha tayyor holda olib berdik. Bo'lim o'zib birga birlashtirdik. Shu deb olib keldikda mehmonxona odamni tortish kerak. Savlati bo'lish kerak mehmonxonaning. Ichida odam kelganda maza qilib dam olib ketish kerak. U charchab keladi ishdan. Shunda u yerda maza qilib dam olsa, yana keyingida keladi bu odamlar. Hozir odamlarga narx qiziq emas, odamlarga sharoit eng zo'ri. Xizmat ko'rsatuv. Xizmat ko'rsatuv. Undan keyin servis. Bu yerda shu karavotdan boshlab, matrasingdan boshlab hammasiga hozir odamlar qiziqadimi? Platensagacha so'raydi, qanday, qayerda dedim. Hamma shu sharoitda, lekin brendda bular hammasi ko'rsatilgan, qayerdan nima olishgacha. Turistlarning qiziqishlari qanday bo'ladi? Bizning yerimizga sani. Endi hozir mana ko'p so'layman. Biz yerda oxirgi 6-7 yilda mana hurmatli prezidentimiz ko'p narsalarga sharoit berdi. Birinchidan vizasiz kirim bo'ldi. Imkoniyat vizasi. Bu vizasi degani o'zi ochiq. Osmonimiz ham ochiq, eshigimiz ham ochiq. Mana hozir shundan keyin hozir qarasangiz mana 16-17 dan boshlab men dinamika borda. Hozir mana bu yerda turibdi o'zi. Turistlarning kelishi. Oldin mana deb turgan bo'lsa, hozir mana bu deb turibdi. Endi ularga sharoit kerak-da. Sharoit yana bizlarda безопасность, xavfsiz joy, tinish joy. Yana bizlardan ovqatlarimiz mazali, mevalarimiz mazali. Men ko'p gaplashaman, birinchi fikrim bilan oshkor harakat qilaman. Sizlarda insonlar boshqacha deydi. Yana bir qarab o'tirib, bir oilaning bolalarini eslayapman deydi. Qayerga borsam ham bizlarda unday emas deydi. Bir oilaning odamini qarasam, hech bir vag'ir-vug'ir yo'q, bir-biriga hurmat izzatda so'lashilgan, nima aytsa qilinib turibdi deydi. Nega bu yoq qiziq kelasan desam, "O" deydi o'zicha. "Ha, sizlarda tinch el, zo'r prezidentingiz bor" deydi aytayinda. Juda ham zo'r. Bizlar qarab o'tiribmiz-ku deydi. Davlatlarda qanday bo'layotgan. O'zbekiston shiddat bilan rivojlanyapti deydi. Sizlar baxtli insonsizlar deydi. Allohga shukr. Bu ham chet elning eng menman degan odamlarga yetishib, bu ham baxtda bizlarga. Eng yaxshi fikri bu bizlar uchun. Zo'r, ajoyib maqtanishga arziydi. Chet davlatlarga oldin borato'ying, men masalan oldindan borib o'tmam, u bizlarda borganda hech kim e'tibor qilmas edi. Hozir keyingi 5-6 yilda borma, Allohga shukr shu samolyotdan kutib oladi-ku. Yana переговорlarga borib suhbatlar qilinadigan bo'lsa, menman degan tadbirkorlar kelib bizlarga uchrashib yotir. Nechun? O'zbekistonga qiziqishi bor. Hozir любой tadbirkor kelib pul tikmoqchi O'zbekistonga. Любой. U o'rganib bo'ldi o'zi. Bildi O'zbekistonning qanday ekanini. Birozlar kelib ishlayapti hozirda. Shuning uchun behisob shukr O'zbekistonimiz, Qoraqalpog'istonimiz eng zo'r davlat bo'ladi xalasa, mamlakatlar ichida. Zo'r, ajoyib. Bugun o'zi Qoraqalpog'iston aymog'ida biznes boshlash kerak, biznes bilan shug'ullanish kerak degan tushunuk
keng tarqalib o'tiribdi, o'g'it nasihatlanib o'tiribdi, hurmatli prezidentimiz tomonidan de arnaulli topshirmalar berilib o'tiribdi. Yoshlar ne ishlasin biznes boshlash uchun eng birinchi? Baribir любой ishni boshlashdan oldin o'rganish kerak. Masalan, hozir o'zining nishasini tanlash uchun qaytib boshlasa bo'ladi. Misol uchun men birinchi qurilish tarafida boslay olmayman. Tushunmayman. Siz o'ga tajriba yetmaydi. Masalan, o aniq o'zina ishonsa, aniq. Masalan, bo'ladi odam men sportda bor-ku, shu odamga chiqsam yig'alaman deb tursa bo'lmaydi. Men yig'aman deb chiqish kerak-da. Biznesda men ko'z yetu kerak. Ava, biznesda men oldiga siljiyman, men rivojlanaman deb qadam tashlash kerak-da. O yo'lda o'ylanib, qiyshayib bersam, u qiyin bo'ladi biznesda. Odamda o'zida bir energiya paydo bo'lish kerak. Ana shunda tadbirkor bo'ladi. Tadbirkor bo'lish ham oson emas, u men endi ichimda keyatirman buni. Mali azg'anday narsadan ketib qolishim mumkin. Minusga ketib qolishim mumkin bo'pshimda. Shuning uchun hamma narsangni rejalashtirib ishlab borsa yutqazmaydi. Hozirgi tadbirkor bo'laman dedim, yoshlarga bor-ku, juda katta imkoniyat bor. Prosta aqlini ishlatib, o'zining ilmi, bilimi bilan yondashsak, masalan, menga kelsa, agar qanday yordam kerak bo'lsa, men beraman. Ochiqchasi aytaman. Kelaversin, marhamat. Keling, uyretadi, ko'rsatadi. Menga nima deydi? Shunday uyretaman. Yana o'ylamasin, pul to'lab, bunday zatlar yo'q. Men o'zim bepul uyretaman. Kelsin. Faqat kelishib olamiz vaqtini. 1 soatmi, 2 soatmi? Kerak bo'lsa, mana katta zal bor. Shu yerga yig'ilsa tushuntira olaman. Aytaman. Men yo'l ko'rsata olaman, masalan, o'zimning bilimim bo'yicha. Tajribangiz bo'yicha. Masalan, lekin medikka men uyuta olmayman. Medikni men tushunmayman masalan. Qurilish bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, gazetchi biznes bo'ladimi, logistika bo'ladimi, boshqa ularni men bemalol uyuta olaman. Qo'limdan kelgancha. Kelsin, qatnashsin, men bilan uchrashsin. Har kuni kelaman, har kun tayyorman qabul. Qana bir 20-30 yigitni men zo'r etib chiqarsam, mening baxtim bu. Zo'r. Agar siz Yunusov mehmonxona tarafida biznes boshlajak bo'lsangiz, Ikrom og'a sizga bepul o'rgatadi, kelib xabarlashsangiz bo'ladi. Siz biznesingizni jasab o'tirgan uyingizdan deb boshlasangiz bo'ladi. Ani sizga imkoniyat. Ramadaga kelib bizning Ramadada mana resepsiyaga kelib uchrashib, Ikrom aka uchrashmoqchi bo'lsa, darrov meni chaqiradi ularni. Kelaversin, xohlagan vaqtda. Shu soat azonga 9 dan kechki 6 gacha kelsin, men tayyorman. Mayli, kechda qo'l tetamiz, kechga da tayyorman. Gillamini bu yerdan biroq uylanib, ishni uylanib chiqib ketish kerak. Tayyor kadr bo'lib chiqish kerak-da. Kelib, nomina kelib, bir kun yo'q, unda bo'lsa kelishdan kerak yo'q. Chotga bo'lib chiqib ketish kerak. Javobgarchilikda aniq maqsadli yoshlar kelish kerak. Albatta. Bu mehmonxonadagi lyuks xona. Lyuks xonaning lyuks bo'lmashiga sizda lyuks bo'lgan chiqarsiz. Endi bu yerda mehmonxona qurilishda bir obyektiv, subyektiv sabablar bor-da. Masalan, bizlar oldin bir boshqa brendlar bilan gaplashib ham ish boshladik-da. Bu brendlar undan keyin 50 topda yo'qligi sababli ularni chiqarib, bu amerikanskiy brendga kirdik-da. Bu yerda talabi juda kuchli-da, buni chidasangana brendga kirasan. Chidamasang shu ansat qo'ya qo'y deysan. Men o'zim ham ochiq qo'l siltijab bo'ldimi? Shunday tashab qo'y, barakatda brend kerak emas degan davram bo'ldi. Keyin borib o'ylanamay qo'y to'xta endi shuncha ishni qildim. Basladim. Sabrli bo'l. Adam sen turibdi. Oilam bilan o'ylasam, endi shunchalik keldik, endi bu yog'ini chidik qaqin. Endi nag'rushga ko'payib qoldi-da, buni o'zgartsang, buni o'zgart deb bitib turgan narsa. O men aytaman, qalay buni endi u Toshkentga berish kerak yoki bo'lmasa boshqa yoqqa berish kerak, uni qaytadan oldirish kerak. Hammasi muammo, hammasi mablag'da. Hammasi shig'in. Tursa meni shig'in. Voy, aytaman u. Lekin sabrda tagi oltin degan men endi o'zim ishimda ko'rib turman-da, ochig'ini aytsam. Aslen tekshirib. Ularning ranglari, yumshoqligi hammasi saylanadi, hammasi ularning spesial представительlari bor. Kelib ko'radi. Biz oldin buni tayyorlab tashlaymiz. Mana guldam zo'rga o'tkazdim, Qoralpaqdan ornament bu. Qoralpaqcha nag'is. Qoralpaqcha nag'is. 10 marta tashladim u yoqqa. 10-chisini zo'rga o'tkazdim. Keyin buni borib zakaz berdi yana Samarqandga boribda. Bular o'zi mahalliy ishlab chiqarishdan bo'lgan narsa. Yoki kelatda men olib keltirdim pulini desam, "Men qiziq yo'q" dedi. "Sen bizning talabga javob bering kerak" dedi. Unaqa u yoqqacha iltimos buni o'zgartib ber. U o'zgartib ham ansat emas, u yoqqa yibarish kerak buni. Bu yana отказ etsa yana qiyin. Aytaman-ku, shu ish qilib amaylab keldik shunga aytdim. Shunda mana o'sha lyuks xona. Ko'rlarda ko'ramiz, mana to'mendan boshlab Qoraqalpoqcha suratlar, masalan, Qoraqalpoq qizining suratlari.
Ulardan da so'm. Bu birinchi prezidentimiz bir gap yaqindami? Mahalliy anjomlardan foydalanishni aytganda bir yig'ilishda. Mana shu devordagilar ham hammasi mahalliy. Faqat bizning bu yeshigimiz Xitoydan kelgan. Xudo saqlasin, bir yong'in bo'ladigan bo'lsa 90 ming chidaydi bu, yonmaydi 90 minggacha. Shuni olib keldik. Undan keyin chiller sistema, chiller mana qanada muzaqlaton. Undan keyin mening basseynning filtrlarini olib keldik ispanskiy. 3 gina narsa, boshqa hammasi mahalliy o'zimizniki. Mebellarimiz ham o'z Nukusda imini ishlatishlarning barini. Biroq dizayn tayyorlab berdik, dizaynga qarab ularga bir necha variant, bir 7 va 8 variant ishladik. Shu bular o'tdi keyin. Ishlaymiz. Ulardan ham ishlanganlarning bari o'zimda qoldi, endi o'zimda turibdi. Bu yoq endi hammomi. Shuga kelib, cho'milib, demalib, mehmon. O'rtalay sabringiz sinaqdan o'tgan ekan. Aytaman 2 yil shunday endi. Biroq endi mana hozir Xudoga shukr yaxshi hammasi bor. 2 yil qiyin bo'ldi, ochig'ini aytsam. Lekin to'xtamadim. Shu jonimni jabbar bermaydim. Oxirina yetim kerakman. Odamda o'zingda shunday shu o'zingga fikr qo'yib olishing kerak-da, niyat qilib, ne? Ko'p odamga voy, bunday qiyin-qo'min deydi. Hava qiyin, lekin chidasa bo'ladi deyman. Bir silkinasandan yana ishni g'ayratsa bosaverasan. Bu bir to'xtasang to'xtab qolasan. Shuning uchun dagansa borasan, shunda muvaffaqiyatga erishasan-da. Biznesda qiynalib o'tiribmiz degan mashg'alalar, bu mashg'alalarning qasida menimcha hech gap bo'lmayotgan chiqar. Hech gap. Shuning uchun qo'rqmas kerak. Yana aytaman. Qanday tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsa, qo'rqma bu ona. Xudo o'zi qo'llaydi. Qo'rqsang bo'lmaydi lekin. Shu ya Xudo Alloh deb boshlaysan, işte hammasi yaxshi bo'ladi. Sabr tek faqat. Ajoyib zo'r. Eng ulkan tajribangiz ne bo'ldi? Qaysi zatni men yaxshi o'rganib oldim deb ayta olasiz usulning qurilishida, usul mehmonxonaning qurilishida? Endi men o to'g'risini aytsam, qurilishda o'zi modifikatsiya bo'ladi-da, masalan, uy qurish boshqa, dom qurish boshqa, mehmonxona qurish boshqa. Bu endi kattaroq mehmonxona qurish baribir qiyinchiliklari ko'p bo'ldi. Sababi birovdan so'rasang bunday deb aytadi, birovdan so'rasang bunday deb aytadi. Ko'p odam o'zining fikrini bildirgani bilan o'zining bu yerdagi atmosferaga to'g'ri kelmay qoladi-da. Shuning uchun buni juda 7 o'ylab bir kesdik-da, shu darajaga keldik-da. Даже kechalari uxlay olmay chiqqan vaqtlarim bo'ladi. Keyin o dam ola qo'ying dedi. O'sha programma ishlab turibdi kalla. Siraz turib yozib olaman. Kechda bloknot urishga turadigan. Siraz yozaman, yana aytaman, yana yozaman. Sababi shu ideyalarni asta-asta o'zi keladi ideya Alloh tarafidan. Kelgan vaqtda shuni qabul qilib yozib olib qolsan katta narsa. O'zi fikrlab boraversang Alloh taolo ko'p zotni beradi o'zingga-da. Shuni qabul qilib olib bilishing kerak-da. Unda qurdan-qur bekorga bermaydi. Endi shu aytaman, Xudoning o'zi qo'llasa hammasi bo'ladi. Birinchi avval Xudo. O'ylaydigan edik, shayr ham yozuvchilarcha qana ilhom kelib, tunji ruchka men bloknotga yozadi, po'stlarni chiqarmalarni. Bugun biznesmenlar sonday durutishni ekanligini bilmadim. Hayot shunday bo'lgan, hayot shunday. Boshqa iloji yo'q. Ideyani yozib qolу kerak. Yozib qolay, shu ertaga u shuni ham yozmasang bo'lmaydi shuni. Nega azonda o'tirib, undan obsessiya qilasan? O'tirib qaysidan qaysidan qo'ysa bo'ladi. O'zi fikr keladi, shu fikr bilan yana boshlasang chiroyli bo'lib chiqaveradi. Zo'r. Qoraqalpog'iston shariatida bugunga qaysi biznes tarovlari bo'sh turibdi deb ayta olasiz? O'ylaysiz yoki? Endi Qoraqalpog'istonda ishlayotgan ish ko'p. Qaysi tarovlar bizda ko'proq aziz bo'layotir? Qanday yoshlar islasa ekan deb ayta olasiz? Ishlab chiqarishlarimizni ko'paytirishimiz kerak. Undan keyin eksportga chiqarishimiz kerak. Undan keyin servisdan kuchaytirishimiz kerak. Masalan, mehmonxonalardan ko'paytirish kerak. Endi turistlarning kelishi oqimi ko'paymoqda. Undan keyin bugun endi chekana sayohatchilarimiz investorlarning kelib masalan katta yo'lning bo'ylarida katta qurilishlar qilib tashlash kerak. Mana chet elga chiqsangiz, yo'lning bo'yida hamma obslujiya bor. Yo'lning bo'yida hali ichkariga kirmaysiz. Bizlar ham shuni hozir o'sha proyektlar boshlanib ishlayapti bizning Qoraqalpog'iston 180-yo'l, по-моему, adashmasam, o'sha katta proyektlar qilinyapti hozirda. Albatta, birinchi ishlab chiqarishni kuchaytirish kerak. Mana hozir bugungi kunda talab ko'proq nima bo'ladi? Meva-chevaga chet el so'rayapti, meva-chevani so'rayapti. Bizning O'zbekistonning meva-chevasi mazali. Shuni so'rab turibdi. Produkt pitaniyaga umuman chet elliklar hammasi tayyor olishga. Любой meva-chevamiz bor, piyoz bormi, gashir bormi, alxori bormi, yerik bormi? Mana hozir men bilan bir qanchasi so'ylashib o'tir, sababi
u ob'yomni men topib bera olmayman. Katta ob'yom so'rab turibdi-da. U juda katta. U masalan boshqa davlat to'xtatib bizlarga o'tmoqchi. Lekin baribir men переговор operatorman. Suhbatlar jarayoni borayotir. Imkoniyatimiz qayta 50% qilsam ham qilib beraman. Demak, bizlarning palaz ham meva o'nimlarini sirtdan talab kuchli bo'ladi. O'q talab kuchli. Bizlardagi eng mazali qovun. Qovun. Ha. Ondan keyin balig'imiz ham mazali bizlarda. Endi men ko'p Ular joyga sonda eksportga chiqaruv bizda yili az bo'lib o'tirmi? Az. Chekliklar bo'lmaydir. az bo'vadir, talab ko'p, lekin imkoniyatimiz yetkazib beruvchilar az. Shularni masalan baliqchilikda rivojlantirsa bo'ladi, meva-chevadan rivojlantirsa bo'ladi. Umuman ishlab chiqarishda eksport bob materiallar chiqarsa yutqizmaydi hech kim hozir. Mayli juda katta qilmasin, kichkina sexdan boshla, lekin eksportga ketish kerak u. Ichki bozorga, o'zi ichki bozorimiz to'ldi bizlarning. Endi faqat eksport. Ham daromading yaxshi bo'ladi. Ham sening o'zi chiqargan zoting chet elda. O'zi brendda почти bu. Ol davomli degani. Ha, shu. Eksportga chiqarish uchun qanday talablarga javob berish kerak biznesmenlar bugungi kunda? Eksportga chiqarish uchun masalan qanday nima chiqarmoqchi? Shuni talablari bor. O'zimizda belgilangan talablarni olib o'qisa hammasi yozilgan. Hammasini hozir cho'tki ko'rsatib qo'yibdi. Qiynalmaysan ham burungiday. Oldin eksport qilish juda muammo edi, hozir svobodno. Qancha qilasan chiqar. Shunga variantlar bor. Kerak bo'lsa kelsa men ham o'zim yordam beraman. Eksport qila olmay yurgan, qiynalib yurgandan bo'lsa kelsa u ham qo'limdan kelgancha yordam berib o'rgataman. Muammosi yo'q. Siz mana usul qurilishda yergilikli o'nimlardan foydalangansiz. Biroq ular xalqaro talabga javob berib kerak bo'lgan. Albatta. Qaysi zatlarda qaniki bir xalqaro talabga javob beradigan qilib yaxshilab islasa ekan deb qiynalgan vaqtlarimiz bo'ldi. Misol uchun Endi bunday trikotaj o'nimlaridimi yoki bunday mebel o'nimlaridimi? Endi masalan buni qarang, mana hozir buni zanaveska shu. Bu zanaveskadan quyosh o'tmay kerak bu yoqqa qarabda, yanmay kerak bu. Yanmash kerak-da. O't olov bo'lgan vaqtda yanmash kerak. Ana shunday materiallarni biz yerda bir oddiy tilda aytyapman-da, chiqarsa, keyin mebellarimizdan bugungi o'zimizning mahsulotlardan mebel chiqarsa chiroyli qilib, chiroyli chiqarish kerak. U ya'ni krepki bo'lish kerak. Ya'ni sal narsada sinib ketadigan bo'lsa, u mebel bo'lmaydi. Krepki, sifatli bo'lish kerak-da. Bunaqa qayta tabiiy. Mana shu o'zimizda chiqargan narsalar oddiy, hech bir narsa yo'q, lekin bular krepki. Mustahkam qilingan-da. Masalan deyman-da. Shuning uchun biznes yaxshi narsa. Tushunib, ilmini olib ishlasa. Bu bir oilani degan kerak bo'lsa, mahallasi bilan qo'shib boqadi. U bizlarda o'ylaydi qo'shasizlar. Bilim olib shart emas, biznesmen bo'lgan kerak. Yo'q, u biznesmen bo'lish uchun u siz qani u hamma biznesmen bo'lib ketaveradi. Uning eng pasidan boshlab, ikir-chikiridan boshlab uylanib kelsa qiynalmaydi. Chaqana pul bo'limi yetib kelsiz. Yo'q, u qurib puling bo'lgan mana tajribang bo'lmasa, ilming bo'lmasa bu pulni qayerga sarf qilasan aqara? Qayerga sarf qilasan uni? Birga sarf qilasan, u qaytmay qoladi, bankrot bo'lasan undan keyin. Shuning uchun buni yaxshilab rejaviy qilib ishlasa, mablag' ham keladi, ishlab chiqargan material ham, tovar ham o'tadi, obro'yida oshadi. Kattadan boshlab u shart emas, kichkina, mini, kichkina boshlasa zo'r. Birdan katta qiyin bo'ladi. Onun uchun yillar kerak. Ana shunda bo'ladi. Siz biznesdagi eng birinchi daromadingizni eslay olasizmi? Eslayman. Qancha edi? Birinchi topgan pulim maktabda vaqtda 7 so'm pul topdim. Maktabda biznes qilganman. Birinchi topgan pulim. Baloqda bo'lganda biznesga qiziqish. O'zi baloqdan bo'lgan menda. Ne ishlab topgansiz? Bir ishlarni qildim. Birinchi boshlagan ishim shu. Masalan, undan keyini ko'payib ketaverdi asta qo'shilib. Odam bir ish bilan to'xtamadim, har qaysini probni ko'raverdim, borib asta. Даже shu traktorgacha haydab yurgandim men. Bulam kerak bo'ldi vaqtida. Karbish uruvdan yurgandim, bulam kerak bo'ldi. Masalan-da. Yuruvdi degan. Ben yurgandim, ishladim. Terlab, pishib ishladim sababi bu kerak bo'ldi men vaqtida. Shunda siz kelib chiqqan vaqtlaringiz bo'lganmi? Shunday Karbishdan quydik, karbishni o'rdik ham. Mana birovning bir kichkina garajni ishlab boshladik. Birinchi boshlang'achimiz. 3 bola olib boshladik. Biroq shu vaqtda bizlar 8-sinf bolalarimiz. 8-sinf.
Menga dedi bir yaxshilab dumam katta bo'lish shart emas edi. Bizlar endi akkuratni qilib, paxsasini qurib, yonimizda starchimiz bor bir odam. Endi yoshi ulug'roq. Shu bizlarda boshqarib turadi, biz ishlab turamiz. Lekin kunda kechda ishlagan uchun pul beradi, nima deb. Sen qiziqib yerdan kelsin deydi yana. Shitib ham ishladik. Ko'p bizneslar boshlangan. Zo'r bu lyuks xonami? Pol-lyuks xonamiz bor. Pol-lyuks xonamiz bor. Mehmonxonaning eng zo'r ko'pchilik so'raydigan o'rinlardan biri basseyn. Bu yerda tayyorlovning o'zida qiyin bo'lgan chiqar. Endi buni sababi kattaroq qilishga to'g'ri keldi. Proyektlarimiz bir 2-3 marta o'zgardi. Sababi brendning talabi shuni so'radi. Shundan keyin biz qaytadan o'zgartirib oldingi ishlaganlarimizni pashti buzib qaytadan qurdik desak ham bo'ladi buni. Necha ret buzildi? Bir marta. Bir marta buzildi. Buzbaja vaqtingiz bo'ldimi? Endi buzmasang men sana brendga javob bermaysan dedi-da. Yelam juda katta joyim boshlamoq edim, o'sha boshlagan vaqtda ular tashlasam sразу отбой qildi-da, bo'lmaydi bu. Keyin odamlar kelib, bizlar tayyorlab proyektdan qo'yib qo'ydik, shu proyektda o'zimga qo'l qo'ydirib oldim, ertaga buni ham buzdirmasin deb. O'zi kiygan qatiqda uxlab shet degan kiygan ekan. Shuning uchun har bir narsani ya mustahkam dokumentlarni qog'ozda bas qilib bo'lsang bo'lmaydi-da. Tasdiqlatib. Bu necha metr hozir? Hozir 20 metr, bu yeni 8,5 metr. 9 metr pashti. Bu yerda Sirseldan kelgan sayohatchilardan tashqari, ayni shu yerda bizning massaj jasab o'tirgan fuqarolarda kelib foydalansa bo'ladi, to'g'rimi? Foydalanib turibdi hozir. Bizlarda soat azonga 7 dan kechki 19:00 gacha bu yerda dam oladigan mehmonlar cho'miladi. Soat kechki 7 dan boshlab azonga 7 gacha o'zimizni tashqaridan kiradigan xalqni qabul qilamiz. Kechki soat 7 dan boshlab o'sha yerda dam olsangiz bo'ladi. Soati 5 odamgacha kelib 700 ming. 5 soati 5 odamgacha 700 ming. 5 odamgacha kelib 700 ming so'm. Agar undan ko'p bo'lsa, har odamga tariflari bor. 50 ming char, 50 mingdan qo'shiladi. Tariflari bor. Kelib tanishsangiz bo'ladi. Shunday 5 yulduzli mehmonxonaning basseynida sho'ng'ilib, dam oluvda qolasangiz, o'zingizga yaxshi emotsiyalarda olib qolasangiz, kelsangiz bo'ladi. Mana buni Finskiy baynasi, ana Turetskiy hammami. Buni ham ko'rsanglar bo'ladi buni. Bu endi Turetskiy hammam. Bu xonasi massajniy xona bilan. Massaj ham bor. Kelgan odam bemalol dam olib, qardan chiqarib ketsa bo'ladi. Xolasa kelib bir kun yotib, oilasi bilan cho'milsa da bo'ladi. Bu vaqtda basseyn tekin bo'ladi. Zo'r. Oilasi bilan kelib dam olib. Bugun siz Sirselga borib sayohat etmoqchi shart emas. O'sha Qoraqalpog'iston aymog'ida 5 yulduzli mehmonxonada dam olib ketsangiz bo'ladi. Bu yerdagi barcha imkoniyatlar shu tarif ishini kiradi. Bu yerda qo'nib dam olasiz, azonga ovqat, tushki ovqat, kechki ovqat hammasi saltanatli turda tayyorlab beriladi. Bor. Sonda-ham basseyn bu xizmatlarning ishida sizga bepul beriladi. Masalan, Xitoy davlatlarida bo'ldi, Koreyada bo'ldi, ular ham shu tartiblarni qilgan ekanda. Brendning tartibi ham shundayda. Ularda subota, voskreseniya kuni aholisi eng zo'r mehmonxonalarda dam oladi, oilaviy. Sabab ovqat bor, hammasi tayyor. Dam olib, cho'milib, maza qilib, ponedjelik ishine chiqib ketaveradi-da. Bizlarda ham shuni qilsak bo'ladi. Shunga men shuni qilib harakatindaman hozirda. Mana kelsin, marhamat, biz kutib olib, chiroyli xizmat qildirib, dam olib chiqib ketamiz xolos. Dam olish kunlaringizda o'sha yerda mazmunli o'tkazsangiz bo'ladi. Sizga toza, sanitariya, gigiyena talablarini javob beradigan eng yaxshi yer kerak bo'lsa, mana marhamat, kelib dam olib, yaxshi ovqatlanuv, yaxshi xizmat turlaridan foydalansangiz bo'ladi. Endi mana davlatimiz tarafidan hamma talabga javob bergandan keyin mana 5 yulduzga bergan sertifikati bu. Mana. Shu. Mana yozib qo'yibdi. 5 yulduzga berilgan. Buning ham talablari bor. Buni ham bajarish kerak. Buning ham talablari bor. Buni ham talabga javob bersang, shunda 5 yulduz beradi. Bu brend bilan pashti bir xil. Talabi kuchli. Bundan o'tib anglashlar bo'lgancha brend. Ya, bular endi sababi 5 yulduzli oladigan bo'lsang, shu talabga javob berish shart.
har bir narsani poetapni o'tildi. 3 odamga kelib, ulardan ham motor turizm qo'mitani, lekin tushuntirib, ko'rsatib, yordamlashdi. Haqiqatdan mana bir narsa bilan keyin brenddan barimiz birlashib harakatga tushdik-da. Qayerda muammo bo'lsa, bajarish. Bir bajarmasang bo'lmaydi. Bu yerda Международный KPMG degan organizatsiya bor. Udan ham kelib tekshiradi. Endi u endi keladi u. Endi keladi. Endi keladi u. Shuning uchun bu hamma narsani tayyorlab, me'yor qilib qo'yibmiz-da. Kesin, пожалуйста, hech bemalol ko'rsata olamiz endi. Qo'rqmaymiz, Qo'rqmaymiz xudo qalasa. Zo'r. Ikrom aka, siz biznesingiz davomida qatalashgan vaqtingiz bormi? Endi любой odam xatalashadi. O xatalashmaydi deb aytib bo'lmaydi. Masalan, men hozir buzib qurishlash bu xatalashish o'zimda. Bir oddiy tilda aytganda. Masalan, bir narsani olib keldingmi, shu narsani bo'lmasa ikkinchi narsani olib kelish bo'lam xatalashish masalan. O обязательно bu narsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa proyekting bo'lib turibdi, proyektda izmina kirib qoladi. Bo'lam o'zi xatalashish bo'ladi. U xatalashmaydigan odam bilmadim, bo'lmasa kerak, lekin xatalashsan. Nu, oldini olib harakatini qilasan uni. Harakat etish kerak. Ha, harakat. Mehnat va yana mehnat. Zo'r. Endi biznes bo'yicha o'zingizning tajribangizdan kelib chiqib, top 3 maslahat berib ketsangiz yoshlarga. Har qanday biznesni boshlashdan oldin o'rganish kerak. Qaysi tarovda boshlashga kerak? Qaysi tarov bo'lsa ham, juda birinchi hozir internetda ko'p narsa beradi. Agar borib qaysi ishni boshlamoqchi bo'lsa, Qoraqalpog'istonda shu ishlab chiqarish bo'lsa, borib ko'rib, iltimos qilib, kirib, ichine ko'zi bilan ko'rib, bir 10 kun, 15 kun stajировка o'tish kerak. Ish atmosferasini o'rganib kerak, qanday. Lekin qiyinchilikni ko'rib qo'rqmam kerak. U qiyinchilik bor bo'ladi baribir-da. Shunda bo'ladi. Undan keyin ikkinchidan biznesni boshlash uchun juda katta kreditga yopishmas kerak. U qiyin bo'ladi. Soz boshlasa, o'zi vaqt soati keladi, aytadi, sen bu ishni boshla deb. Shu paytda asta-asta kirib borsa bo'ladi-da. Yutqizmaydi. Birden ulkan summaga. Bo'lmaydi, u qiyin bo'ladi. Oz-ozdan. Kichkinadan boshlasin, yutqizmaydi. Mayli, buni bo'ldimi, ikkinchi etapni boshlasin. Ikkinchi etap bo'ldimi, uchinchi etapni boshlasin. Ana shunda biznes rivojlanadi. U kattani birdan qilsang, ya bu yoq yurmay qolsa, tamom, hamma puling to'xtab qoladi, оборот bo'lmay qoladi, sразу bankrotga kirib ketasan. Uchinchisi tartib intizom. Undan keyin sifat. Eng kerak. Eng keragi. Shu narsalaring bo'lsa, biznesda yutqizmaysan. Barra seniki bo'ladi. Zo'r, albatta sizda biznesning eng yaxshi shoqlarına ko'tarilishingizga tilaklaymiz. Biz bugun Qoraqalpog'iston aymog'idagi birinchi ret qurilgan eng ulkan 5 yulduzli mehmonxona Ramadda mehmonxonasining egasi Ikrom aka bilan suhbatlashdik, biznes tajribalarini bo'lishdik. Qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Bundan da ulkan biznes sho'ybarlarni amalga oshirishingizga tilaklaymiz. Biz hurmatli prezidentimizning senimini aqlab yoshlarga da sol bilim ham tajribangizda bo'lishingizga tilaklaymiz. Biz sog' salomatlikda ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi, xo'p.